Assalomu alaykum, hurmatli Gold Tuning obunaçilari. Sizlar bilan YouTube'da görüşdüğümden bag'oyatda xursandman. Bugun sizlarga tushuntirib o'tacak narsam, ya'ni obzor etib o'tacak narsam Gold Tuningning ikkinchi filiali bo'ladi. Bu filialimizda qilib o'tadigan xizmatlar, nerda joylashgani, ustunliklari va boshqa filiallardan hammasini xudo xolasa sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat etamiz. Yurt turg'anlaringizda o'tgan qaytganlar signal chalib turibdi. Manziliga keladigan bo'lsak, birinchi manzilni aytamiz. Banamiz Urganchyo'l, banamiz Shovot taraf bo'ladi. Shovotni Birinchi ko'piridan kelish bo'ladi. Banamiz esa Urganchdan kelishingiz bo'ladi. Sentralniy yo'lni bo'yinda joylashgan. Beni plus taraflarini sanab sizlarga birinchi yerdan aytib o'taman. Birinchi plus tarafi yo'lning ustida joylashib, oyoqning teglari полностью quyilib turibdi. Eldini maydoni keng. Bu degan gap примерно 10 dan 15 dana mashin уже uchortda durush ehtimoli bor. Hech kim mishayib bermay, hech kim harakatini mishayib bermay, uchortda o'zini navbatini kutib turishi mumkin. Ya'ni toza yerda o'zini navbatini kutib turishi mumkin. Oyoq teglari quyilgan. Bu yerda общий 4 dana boks bor, jigarlarim. 4 dana boks bor. Shu bokslarning novost va bajarishini bugungi necha planlarimiz hammasini siradan chiqaman. Birinchi boksdan boshlaymiz. Kechqurun, xudo xolasa Gold Tuning deb chiroyli atib turadigan aytganmiz. Birinchi boksimiz aksesuar magazin bo'ladigan bo'ldi. Bu yerni oyoqning tegini qafilayotganmiz. Devorlarimizda polkalarimizni aksesuarlar uchun moslashtirganmiz. Ya'ni bu polkalar faqatgina aksesuar qo'yishga udobniy bo'lib joylashgan, xudo xolasa. Bu yerimiz katta aksesuar magazin bo'ladi. Bu yerga chexol qo'shilmaydi, faqatgina aksesuar bo'ladi. Xudo xolasa haftaga 10 kuni aksesuardan to'ldiramiz bu yerni. Zo'r narsalarni, zo'r skidkalarni ish yerda, zo'r videolarni ishimiz sizlar bilan birga. Qaranglar. Eng plus tarafi, shu yerdan aksesuarni olasizlar, xarid etasizdan, mashinalaringiz bilan girib turgan bo'ladi, uji. Va bundan ustaxona o'tishingiz kerak bo'ladi. 05 olib beramiz. Qaranglar, ustaxonamiz keng ustaxona bo'ladi. 4 dana mashin sig'adi. Xudo xolasa, mashinalari shunday girgandan keyin bu yerda ustalarimiz o'zini harakati, o'zini ishlarini aytib turadi. Klientlarimiz uchun o'tirmoqqa miyaqki mebelni aytib qo'yganmiz. Bundan tashqari klientlarimiz uchun Wi-Fi'larni qo'yib qo'yganmiz. Wi-Fi'larimiz optik tola bo'ladi, interneti zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Necha dana odam yurasam, qatmaydi, boshqa aytmaydi, zo'r bo'ladi. Televizor qo'yib qo'yamiz. Televizorda YouTube'da xudo xolasa zo'r qo'shiqlarni qo'yib qo'yish planlarimiz bor. Konditsioner qo'yib qo'yamiz. Qishda issiqqina bo'ladi, yozda buzli bo'ladi. Ustaxonamizni ko'rdingizlar, birinchidan tanishtirdim. 4 mashin sig'adi. Rakamina qo'llaringizni yuvmoqqa, lattalaringizni siqmoqqa, bizlar ham, sizlar ham ishlaydigan narsalarni yo'sitib o'taman bu yerda. Ko'pincha bizlar ishlaydigan narsalar bor bu yerda. 2 darvozamiz ustaxonaniki bo'ladi. 3-chi boks bilan 2-chi boks bilan 3-chi boks ustaxonaniki bo'ladi. Ko'chada 4 dana boksning 4-chi boksi bor. Hozir uni sizlarga yo'sitib o'tamiz. Birinchi boksimiz aksesuar, 2 dana darvozamiz ustaxonaniki bo'ldi. Mashinalaringiz giradigan darvozalar bo'ladi. 2 dan giradi, chiqadi, xudo xolasa. Bir yandan girib, bir yandan chiqib kelsam bo'ladi. Katta, xudo xolasa. Bu yerda 4-chi boksimiz bor. Bu boksimizni remont ishlariga yetib turibdi. Buni yana 10 kunda ishga tushiramiz. Bu yerimiz, xudo xolasa, O'zbekistondagi jamiki mashina chexolni topsa bo'ladigan. Ya'ni rayonimizda unday chexol menimcha bo'lmasa kerak deb o'ylayapmiz. Shuni taqmayapmiz. Shunday klientimiz girdi, klient olib girdi, zaten so'rasida devordan ketadi. 3 qator bo'lib. 1, 2, 3 qator bo'lib, chexol полностью aylanadi. Bir mashina 3 xil vibra qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa. Bu degan gap standart, premium, o'rtacha shunday narsalar bo'ladi-da, misol uchun. Arzoni, qimmati o'rtachasi. Bir dana mashina modeli 3 xildan qo'yiladi, ratsvetga 5 xil bo'ladi. Bu degan gap bir mashinaning o'zini 15 dana chexol turadi bu yerda. Sizlarniki Cobalt bo'lgan bo'lsa, Cobalt 15 dana chexol bo'ladi, assortimenti keng bo'ladi. Polik qo'yamiz, rol chexol, torpeda chexol shularni qo'yamiz, xudo xolasa. Sizlar bilan shularni ulashingdadim. Endi ko'chasini yana bir narsalar deyasimga turibdi-dan, no deyishim bilmay turibman. Ko'chaga qaranglar. Endi keng, xudo xolasa, kelasi ishlaringizni bitiramiz. Misol uchun eshik ligirovkalar ko'chada ishlaydi. Usta bog'lar, ustalarni taklif etamiz, xudo xolasa, birga ishlashamadi. Eshik ligirovka chexollari ko'chada ishlaydi, ichana plyonka, avtoelektrik ishlari ichana giradi. Bundan tashqari bizlarda tez kunda yangilik bo'ladi. Kuzov ham, kuzov ustaxonamiz ham ishga tushib turibdi. Ular bilan ham xudo xolasa bog'lar bilan gaplashsak, uni ham sizlarga to'liq etib yoritib borishga harakat etamiz. Gold Tuning obunachilari bizlardan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa zo'r yangiliklar bo'ladi. Ertang soat 7 ga ochilishda hammani kutib qolamiz.